ko'p yillar mobaynida qishloq xo'jaligida ishlaganman. 70-80 sentr olish imkoniyati borligini mana dehqonlarimiz shu yilning o'zida yaqal ko'rdi. Oldinlari 40 sentr paxta olgan fermerga avtosalonlardan mashina olish uchun sertifikat beriladi, ochirasiz. Hozirgi kunda 40 sentr olish juda ham oson. Qush qator qilib ekilgan 1 gektarga 280 mingta tuxson bor. Bizning mahalliy ekishimizda 1 gektarga 90 mingta tuxson qo'yiladi. Bu 280 mingta bo'lganlik hosildorligi ham juda ham baland bo'lar ekan. Qo'l kuchi umuman ishlatilmaydi ekan. Hamma narsa faqat texnika. Buni albatta yetishtirishda muhtaram yurtboshimizning ilmiy yangi texnologiyalar, xorijiy investitsiyalar kiritish tufayli amalga oshirilgan deb bilaman. Ming rahmat yurtboshimizga.